Biz ba'zan insonlarga juda qattiq bog'lanib qolamiz. Undan mehr kutamiz, vafodorlik kutamiz. Doim yonimizda bo'lishini kutamiz. Lekin bir kun o'sha inson ketadi va bizni butun dunyomiz qulab tushgandek bo'ladi. Bu bizga insonlarga suyanish mumkin, lekin qalbni ularga bog'lab qo'yish mumkin emas degan haqiqatni o'rgatadi. Chunki inson ketishi mumkin, lekin Alloh qoladi. Agar bir kun o'zingizni Allohdan juda uzoqlashib ketgandek his qilsangiz, qaytish uchun hech qachon kech emas. Qancha gunoh qilgan bo'lsangiz ham, qancha uzoqlashgan bo'lsangiz ham, tavba eshigi ochiq ekan, demak, siz uchun hali umid bor. Ishongan insonimiz ko'nglimizni sindiradi. Biz esa bularni barchasini yo'qotish deb o'ylaymiz. Boshdan kechirayotgan sinovingiz sizni Allohga avvalgidan ham yaqinroq qilish uchun beriladi. Balki qalbingizdagi bezovtalik tavba qilish vaqti kelganining bir maktubidir. Biz esa hayotimizdagi bu voqealarga qarab, nega bunday bo'ldi deb his qilamiz. Lekin yillar o'tib tushunamiz. O'shanda meni yo'qotdim deb o'ylagan narsa aslida meni yo'qotishdan saqlagan ekan deymiz. Shuning uchun hayotingizdagi har bir og'riqdan qochishga shoshilmang. Uni tushunishga harakat qiling. Balki u sizga yuborilgan navbatdagi maktubdir. Qur'ondan maktublar kitobi menga aynan shu narsani o'rgatdi. Agar hayotingizda hozir javobini topa olmayotgan biror savolingiz bo'lsa, bu kitobni o'qing. Balki siz izlayotgan javob allaqachon sizga yuborilgandir.